Hı. Demek men o'zimda. Yaxshi. Zo'r. Hop, Telegramda ham. Ha, bo'ldi, boshlaymiz, bo'ldi. Ekronni yoqib oling. Bo'ldi. Xo'p, boshlaymiz o'rtoqlar. Demak, bugungi mavzumiz identity. Identity. O'zimizni tanishtirish bo'ladi. Hozir Telegramni boshqa qurilmadan yoqib qo'ydim. Mabodo muammo bo'ladigan bo'lsa yozasizlar. Shunga qarab boraveraman. Okay. O'zimizni tanishtirish bo'ladi va bugungi qiladigan ishimiz today's focus is this. So, okay guys. Bugun sizlar bilan bir nechta mavzular ko'rib chiqamiz. Где-то bir 2, 3, 4, 5 ta common practice, common mistakes bilan 5 ta mavzu ko'rib chiqamiz ekan. Demak, o'zimizni tanishtirayotganda when we will introduce ourselves, we should pay attention our background and present state and future goals. Ya'ni o'zingizni tanishtirayotganingizda o'zingizga qaratilgan turli xil savollar beriladi sizga. Misol uchun backgroundingizga oid, hozirgi holatingizga oid va kelajakdagi rejalaringizga oid. Bu savollar ko'rib chiqamiz hali. Hammasi uchun bor. Men 10 ta sample berganman, o'shalarga 10 ta savol berib, 10 ta sample yozib qo'yganmiz. Dars oxirida ko'ramiz. Bundan tashqari qanday qilib nutqimizda B2 hamda C1lik, C1lik iboralarni to'g'ri qo'llay olish. Uni ham ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Hop, ekran yo'qligicha kirib bo'lmayapti Telegramga. Telegramga kirib bo'lmasa, Zoomga kiring, tepada Zoomda linki bor. Zoomga kiring. 126 kishi bo'ldi. Xo'p. Demak, davom etamiz. Ekran yo'q. Ikki marta. Hop. Bitta narsa. Shuni bilib oling. Qolganlarda qanday? Ekran ko'rinyaptimi Telegramda? Yozib yuboringlar. Telegram faqat. Chunki Zoomdagi yaxshi hamma. Zoomdagilar reaksiya bosa olamizmi? Ekran ko'rinayotgan bo'lsa sizga. Zo'r, rahmat hammaga. Rahmat. Ajoyib. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, Telegramda ko'ray bo'lishini. Yo'q. Xavf yo'q. Unda bor, Telegramda yo'q. Xo'p, Telegramda unday bo'lyapti. Telegramda yoqdim, lekin menda yoniq. Endi-chi, endi. Hozir yoqdim. Ko'ringchi, Telegramdagilar. Ulashdim, ko'ring.
Qahramonov. Bilmadim unda nima muammo bo'lyapti, lekin Telegramda ham ekranda share qilganman, ko'rinyapti. Unda Zoomga kira qolinglar. O'tishi. Bilmadim nima muammo bo'lyapti, lekin yoqilgan ekran. Share qildim, lekin share qildim. Mana share bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Shuni ustiga bosasiz, Zoom linkini ustiga bosib turib, o'sha akkauntni tanlab kirib ketaverasiz. Ha, Zoom linkini yana tashladim. Bu kishi muammo bo'ladigan bo'lsa, shu Zoomga kira qolinglar. Telegramdagilar. 134 kishi, 52 kishi bo'libdi. Xo'p, bu yoqda hamma like bosyapti, demak yaxshi hammasi. Demak, davom etamiz, bo'ldi, chalg'imaymiz. Iloji bo'lsa shu zamonga kiramiz. Boshlaylik darsni, bo'ldi. Xo'p, endi bir chekkadan ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, o'zimizni tanishtirayotganda, demak, bizga module A, ya'ni basic profile. Basic profile. Sizdan nima so'raladi? Demak, origin. Origin bu nima edi? Kelib chiqish, kelib chiqishingizni aytayotganda quyidagi so'zlardan foydalansangiz bo'lar ekan. Demak, I'm from. Hamma biladi, I'm from deb turib, keyin o'sha tumaningizni, shahringizni aytishingiz mumkin yoki davlatingizni ham aytishingiz mumkin. Yoki I am based in. Based in degani ham o'sha yashayman, live ga sinonim. Tushundingizmi? Endi kamroq eshitgan bo'lishingiz mumkin. Bu ham juda ham zo'r lug'at. Misol uchun, I'm based in Tashkent. Men hozir Toshkentda yashayman. I'm living in Tashkent. Shunga sinonim bo'ladi. Tushundingizmi? I'm from Andijan, but I'm based in Tashkent now. Men andijonlikman, lekin hozir Toshkentda yashayman. Demak, based bu juda ham zo'r lug'at. Origin. Misol uchun, I am based in Tashkent right now as for my job. Kasbim shu yerda bo'lgani uchun Toshkentdaman hozirgi vaqtda. Demak, keyingisi I was born yoki raised in. Endi bu was born hamma biladi nima deyilishini. Raised in degan katta bo'lganman ma'nosida yoki o'sha yerda tarbiyalanganman degan ma'nolari bor. Tushundingizmi? Misol uchun I was born and raised in a small town, so I value quiet lifestyle. Yani kichik shaharda tug'ilib o'sdim, katta bo'ldim. Shuning uchun sokin hayotni qadrlayman. Quiet lifestyle, okay? So, misol uchun I was raised in Gulistan. Demak, raised in. Juda yaxshi. Nima bu ham? Bilib qo'ying o'zingiz uchun. O'sib ulg'aydim degan ma'noda ishlatilar ekan. Xo'p, keyingisi. O'zimdagilar komment yana bir yoqay. Yozib yuboringlar, ko'ngil xotirjam bo'lsin. Hammasi yaxshi ketyaptimi? Ekran, ovoz. Yozib yuboringlar. Stiker emas, kommentni ochdim. Yaxshi.
Shu Telegram o'ylantiryapti. Nimaga u ekran shaxsiga ko'rmayapti? Zo'r. Bo'ldi, dahshat. Bo'ldi, o'chirdim. Comment section'ni keyin yana yoqamiz. Bunday. Va keyingisi I currently live, ya'ni hozirda yashayman deb turib biron bir joyda aytasiz. Place keladi bu yoqda. Tushundingizmi? Place. I currently live in Samarkand. Right now. Tushundingizmi? Bu holatlarda nima ishlatsangiz bo'lar ekan? Buni qayerda ovoz bersin? Bas Telegramdagilar bilmadim, lekin yoniq Telegram. Ekran ham yoniq, screen share ham qilingan. Ayni vaqtda share bo'lyapti-da. Shuning uchun hop. Misol I currently live near the city center. Hozirda shahar markaziga yaqin joyda yashayman. City center yana nima desak bo'ladi? I'm currently living in downtown. Shahar markazi downtown ham deyiladi. Downtown demak currently. Juda ham yaxshi so'z bu ham. Har doim now, right now, always deb ishlatmasam, currently ham ishlatsangiz bo'ladi. Xo'plar, endi kirganlarga eslatib o'taman, biz o'zimizni tanishtirish, ya'ni personal information introduction. Bu speaking part 1 da ko'pincha tushadigan savol turlaridan biri. Speaking part 1 da tushadi asosan bunaqa savol turlar. Tushundingizmi? Endi qanaqa savol turi deyishingiz mumkin. Mayli oxirida ko'rsatmoqchiman, hozir ham ko'rsatib qo'yamiz. Hamma misol uchun bunday savollar tushishi mumkin sizga. Where are you from? Qayerdansan? And where do you live now? Va ayni vaqtda qayerda yashayapsan? Tushundingizmi? Yokida do you work or study? Ishlaysanmi, o'qiysanmi? Shunga o'xshagan. Telegram o'chirib qayta yo'q. Ko'rinish tuzaladi. Hop, Telegram o'chirib qayta yoqamiz. O'chirdim. Yoqdim mana. Telegramda yoqdim. Telegramda yoqdim qaytadan. Hozir screen share qilaman yana bir marta. Hop, qanday endi ekran ko'rinyaptimi? O'chirib yoqdim Telegramni. Yozib o'ramiz. Kommentda iloji bo'lsa. Ha. Endi ko'rindimi? Bo'ldi gap. Zo'r. Bo'ldi, chalg'imaymiz endi. Faqat gap bo'lishi mumkin emas, ajoyib. Gap yo'q. O'zi 29 kishi qolgan ekan, 30 kishi bo'ldi endi Telegramda. Bu yoqda-chi? Bu yoqda 171 kishi. Qolganlar uxlayapti. Shunga o'xshagan savollar berilganda, dovdirab qolmasdan, shoshib qolmasdan, endi qaranglar-da, bitta narsa, buni murakkabligi juda oddiyligida-da. O'zingiz haqingizda so'raladigan savollar aslida juda ham oson savollar, lekin nima deyishni bilmaysiz, gapni qanday boshlashni bilmaysiz yokida o'ta cho'zib yuborasiz gapni, long answer qilib yuborasiz yokida просто beating around the bush, arvan quruq olib qochasiz. Yo'q, biz точно o'sha kerak joyiga kerakli so'zlardan ishlatishni o'rganyapmiz. Misol uchun I'm based in, raised in, currently. Endi keyingisi I am in my early mid late 20s. Endi mana bu 20s ni o'rniga istalgan raqam qo'yishingiz mumkin. 30s, 40s va hokazo. Tushundingizmi? 20s degani o'sha 20 yoshlar chamasi deyiladi. Taxminan aytayotganda early degani erta, mid o'rtasi, late o'sha 20-30 ga yaqin yoshlar ishlatiladi. Misol uchun qaranglar, men hozir o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, so my age is 29. Meni yoshim 29 da bo'lsa, shunda bu nima bo'ladi? Qanday aytsam bo'ladi buni? Hop, komment yoqaman hozir, yozib yuboramiz. Zoomda komment yoqdim, Telegramda o'zi yonib turadi. Qani yozinglar, qanday bilaman? Aynan mana shu strukturadan foydalanib. I am in my what? Early mid late 20s. Which one? Hop, Telegramdachi. YouTube yoqing.
Ha, YouTube'ni yoqdim o'rtoqlar, faqat u 15 soatdan keyin stream qilishga ruxsat berar ekan. Sal kechroqroq qilibman-da, 15 soat. Xo'p, nega hech kim komment yozmayapti? Zoom'da yoqdim-ku. Javob yozmayapti demoqchiman. Zoom'dagilar uxlab qoldilarmi? Late. To'g'ri. I am late 20. Yo'q, to'g'ri yoz. I am in my late 20s bo'ladi. In qolib ketyapti. Yes, I am 29 years old desa ham bo'ladi, oddiygina qilib. Lekin bizga samdorroq yo'li kerak. Hamma aytgan gapni aytmasligimiz kerakda. Ana shu jang 30 qilib olmanglar, 39 qilib oldik hozir. In my late, yo'q. Late deganingiz o'sha 29 ni beradi. Просто late 20s desiz bo'ldi, o'sha 28 lar beradi o'sha narsa. Просто 20 ni yozsangiz bo'ldi. Nima deb bo'ladi, to'g'ri? Buni ekvivalenti I am in my late 20s. Ana shunday bo'ladi. Tushundingizmi? Late 20s. In my late 20s. Mana shuni o'zi nimani beryapti bizga? Biz istagan narsani beryapti, okay? Zo'r. Telegram tashlab qo'yamiz. Mana shunday. Hop, davom etamiz. Keyingisi originally, aslida kelib chiqishi. I am from but now. Bu ham xuddi mana bunga o'xshab ketadi. I am from but I am based in. Okay? Misol uchun I am from Andijan but I am based in Tashkent now dediku. Xuddi shunga o'xshab. Originally I am from Gulistan but now I am living in Tashkent as for my profession. Yani originally I am from Samarkand but now I am studying Tashkent. Aslida Samarqanddaman, lekin hozir Toshkentda o'qiyapman. Dars payti kommentga yozmayman. Ha, komment yoqyapman, o'chiryapman-da endi. Yoqib o'chiryapman. Yaxshi. Endi keyingisi I grew up. Grew up. O'sib ulg'ayish degani, mana bu raised in desa sizda kimdir boqib tarbiya qiladi. O'sha passive voice keladigan bo'lsa, bu endi aktivda keladi. I grew up in a big family, so I'm quite social. Men katta oilada ulg'ayganman, shuning uchun ancha kirishimliman. Endi mana bunday qilamiz o'rtoqlar, qaranglar. I was raised in a big family. Buni alternativasi I grew up in a big family. Endi big family demaylikda, in an extended family desak ham bo'ladi. O'sha ham katta degan ma'noni beradi. Yana nima desak bo'ladi? I was raised in, aytdik. Yoki grew up dedik. Yana nima desak bo'ladi? I was brought up in a big family. Big family. Mana shu zo'r so'z bu ham. Demak, bu ham odatda ko'pincha passivda keladi. Tarbiyalanganman degan ma'noni beradi, tushundingizmi? Juda yaxshi frazalar uchalasi ham, uchalasi ham alternativli ishlatsangiz bo'ladi. Alternative, okay. Great. Davom etamiz. Hammasi joyidami? Bundagilar tarjimalar bilan ham yozing. Ha, tarjimalarni yozishim kerak. Lekin tarjimalari bor-da, qarang, mana faylning o'zi bor tarjimasi. Vaqt ketkizmaylik. O'sha faylni sizga tashlab beraman, ko'rib olasiz, okay? Bularni shunday qilsak, tarjimasi PDFda bor. PDFda bor tarjimasi. O'shuning uchun ketaveramiz. Zo'r. Lekin like'larni aylamaysiz, tekimi deyman-da, like bosish. Xo'p, bu ketdi o'rtoqlar. Biz o'zimiz, ya'ni basic profile haqida gapirishni уже o'rgandik. Qanaqa savollar tushadi bizga? How old are you? Yo'g'ida where do you live? Where do you live now? Shunga o'xshagan savollarga biz javob berishni o'rgandik. Ularni hali tashlab beraman va bu bo'yicha sizga savollar ham beriladi o'rtoqlar. Savollar ham beriladi. Aynan shu savollarga siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Demak, basic profile module A qismini tugatdik. Endi module B ga o'tamiz. Okay? Module B.
So right now it is module B. Module B. Endi module B nima haqida bo'ladi? Buna qarasak, study and work. Ana endi o'zimiz tanishtirib bo'ldik. Necha yoshdaligimiz, kelib chiqishimiz, qayerda yashashimiz va qayerda tug'ilganligimizni gapirishni o'rgandik, a? Endi bilardik, yanada takomillashtirdik. Ana endi we'll talk about study and work and we will enhance the speech. So study and work haqida gapiramiz ekan, demak. Study and work. Great. Demak, ish va o'qish haqida gaplashamiz sizlar bilan. Demak, birinchi bu yoqdagi frazamiz I'm currently studying. Ayni vaqtda tahsil olayotgan joyim. Endi studying hamma biladi. Xo'p, I'm currently studying economics. Bizga endi bu yoq qiziq. Bu yoqda nima keladi? Tushundingizmi? Misol uchun I'm currently studying. Studying deb turib, plus siz bu yoqqa subject aytsangiz bo'ladi, yokida faculty aytsangiz bo'ladi, yokida shunchaki nima universitetda university deb aytsangiz bo'ladi. Uchalasini ham yozib ko'rsataman sizga, qaranglar. I am currently studying in economic foreign language and its literature. In demaylikda fakultetda in ishlatiladi. Fanda shart emas. I'm currently studying foreign language and its literature. Bu birinchisi. Ikkinchisi qanday bo'ladi? Olamiz shuni o'zini copy paste qilaylik-da. Copy paste qilib turib, bunga o'chiramizda faculty in misol uchun philology. Telegramdagilar yozib olinglar, qanday ekran, ovoz. Yana bir marta. O'zi kichkina bor ekan bu yoqda. Bu yoqda demak 172 kishi like bosyapti. Zo'r, yaxshi davom etamiz. Demak, I'm currently studying in philology. Filologiya fakultetida tahsil olyapman deyishingiz mumkin. Demak, A version. Bu demak B version. Endi bizga C version kerak. Biz nimani aytamiz endi? Bizga nima kerak endi? Xo'p. Universitetni o'zini aytsangiz ham bo'ladi. Misol uchun qaranglar. Endi Guliston davlat universitetini misolda aytadigan bo'lsak, Guliston, bormi Gulistonda o'qiyotganlar? State University. Ana deb qo'ysangiz ham bo'ladi, tushundingizmi? Demak, currently studying degan joydan keyin siz quyidagi fanni, o'qiyotgan faningiz yo'nalishini aytsangiz bo'ladi. Faculty, ya'ni fakultet aytsangiz bo'ladi. Yoki university. Farq yo'q, qaysi bilan aytsangiz ham mana shular aytilishi kerak, okay? So, zo'r. Ajoyib. Yaxshi. Endi tashlab qo'yamiz Telegramga. Xo'p, keyingisi, bu ham juda ham zo'r so'z, advanced so'z, где-то bu darajasi kami biik bo'lsa kerak. Demak, major in mutaxassisligim ma'nosida aytiladi. Misol uchun, I major in IT, especially cyber security. Cyber security degani bu kiber xavfsizlik, bilasiz, kechanda o'tdi. Birinchi darsimizda Digital Frontier deb yodlagan bo'lsangiz, flash kartlar ishlayaptimi o'zi? Flash kart ishlanyaptimi? O'shanda bor edi. Bugun ham bor flash kartlar, bugun ham sizga anchagina flash kart hamda Tesla tuzib qo'yganman. Saytga joylab qo'yganman. Saytda bor. Saytga nima deb yozasiz? Yozmaysiz, prosta qidirayotganingizda personal intro deb yozsangiz chiqadi. Qidirsangiz chiqadi. O'sha flash kart hamda vocabulary qismini ichida.
Buni dars oxirida yana bir ko'rsataman o'zim ham kirib sizga. Demak, major in. Major in demak nima degani ekan? I major in English. Demak, mening mutaxassisligim ingliz tili. English methodology deylik. Methodology juda ham keng sohada methodology. Metodologiyasi ingliz tili metodologiyasi. Mana tarjima so'raganlarga demak major in mutaxassisligingizni yana bir aytish yo'li mana bunaqa bo'ladi. Endi studying deb aytsangiz ham bo'ladi. Endi sal boshqacharoq yo'lda paraphrase qilasiz-ku, paraphrase qilayotganda shuni ishlasangiz ham bo'ladi. I'm doing a course. Endi qisqa kurs qilayotgan bo'lsangiz, 6 oylik yoki 1 yillik kurs qilayotganingizda aynan shu ishlasangiz bo'lar ekan o'rtoqlar. Rahmat. Faol bo'lib reaksiya bosib komment yozayotganlarga albatta yaxshi. I'm doing a course in project management. Endi bu oson bo'lgani uchun yozib o'tirmaymiz. Dars keyingisi. I work as. Mana bu kerak bizga o'rtoqlar. I work as farqi bor-da sababi o'rtoqlar. Mana misol uchun I work as dan keyin nima keladi? Bu yoqda sizni professioningiz keladi. Profession. Misol uchun such as misol uchun mechanic yokida bo'lishi mumkin teacher, yokida bo'lishi mumkin accountant, yokida bo'lishi mumkin instruktor. But ammo o'rtoqlar, mana bundan keyin I work for yokida etdan keyin sizga nima keladi? Workplace kelish kerak. Workplace. Misol uchun such as school bo'lishi mumkin. School bo'lishi mumkin yokida Google bo'lishi mumkin, Google kompaniyasi. Yokida bo'lishi mumkin tam gymda instruktor bo'lishingiz mumkin. Va hokazo. Adashtirib qo'ying. Demak, work at, work for. Demak, ular tarjimasi bo'lib ishlamoq. Bo'lib ishlamoq. Biron kasb egasi bo'lib ishlamoqchi bo'lsangiz, aytmoqchi bo'lsangiz, I work as a teacher at school. Misol uchun, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Mana shunday desiz bo'ladi. Yokida English teacher desam bo'ladi. Albatta, I major in English. Teacher demaysiz, prosta I major in English. Desiz. O'sha yo'nalishingiz nomi ingliz tili bo'lsa, endi sal kengroq nom bo'lsa, yana qo'shasiz. Misol uchun English literature yokida translation va hokazo deb. Teacher shart emas. Xo'p. Bunda esa uchun ishlamoq yokida da ishlamoq desizda bo'ladi. Biron joyda ishlamoq ma'nosida. Misol uchun but dedik. Endi namunalar bu yoqda bor, yozib o'tirmayman. Misol uchun qaranglar. I work as a Hop. Azim va Kamola, javobingizni chiqarib beraman. Speaking mana shu live stream tugasin chiqarib beraman. Kecha bo'lib ketdi. I work as a teaching assistant. Ya'ni men o'qituvchi yordamchisi bo'lib ishlayman. Support teacher deydi. I work at a local company. Men mahalliy kompaniyada ishlayman. Javob bering. Hop. Keyingisi I'm responsible for degan mas'ul degan biron bir ishga mas'ulligida aytayotganda ishlatamiz o'rtoqlar, okay? Misol uchun I'm responsible for replying to endi bu yerda duty ni aytishda ishlatiladi. Duty. Demak, keyingisi I am responsible for tarjimasi
Mas'ul. Biron ishga mas'ul. Ya'ni bundan keyin nima keladi? Duty. Duty bu mas'uliyat. Mas'uliyat, burch. Mas'uliyat. Vazifa. Burch. Call of Duty. Burchmi, chimi? Kechi bo'lsa kerak. Call of Duty'ni egasi ham o'lib ketdi. Vaqt halokatda. Xo'p. Responsible reply. Endi men o'qituvchi sifatida nimaga mas'ulman o'rtoqlar? Aytingchi. Mana shu aytib ketamiz hozir. I'm responsible for teaching and facilitating students teaching English and facilitating students to get B2 and C1 level. Dedik, ya'ni tarjimasini aytaman hozir aka. Men o'quvchilarga ingliz tilini o'qitishga va B2 hamda C1 sertifikatini olishga yordamlashishga mas'ulman. Mas'uliyatim shu mening, burchim, tushundingizmi? Telegram tashlab qo'yaylik. Mana shunday. Demak, davom etamiz. Keyingi my role involves. Bu o'sha responsible for просто sinonim, okay? Sinonim, okay? Ishimni o'z ichiga olaman. Misol uchun, my role involves organizing schedules and writing short reports. Xuddi mana shu gapimni, mana shu gapim borku. Olamanda hozir. Copy paste qilaman. Bir xil, o'zgarmaydi. Xo'p. Bitta mana bu joy borku, shu joyini my role involves, nima bo'ldi? Qolgan joy o'z qolaveradi. My role involves teaching English, ikkita vazifa, teaching English and facilitating students to get B1, B2 and C1 level, okay? So, mana shunday. Hop, keyingisi. Demak, bu tushunarli bo'ldi-ya sizga. Module B. Module B bu nima haqida edi? Study and work. Tushunarlimi? Telegramga yozib o'raylik. Live streamdagi uni ham yoqyapman. Tushunarli bo'lsa yozib o'ramiz bir ikki og'iz. Dil izhorlarimiz o'rtoqlar. Hozir yoqaman. O'zi yonar ekan to'g'ri. Nega ustoz so'ragan payt bosinglar reaksiyani. Reaksiyani o'chirib qo'yayman xalq berayotgan bo'lsa. Xo'p, tushunarli bo'lyaptimi? Mana bo'lyaptimi? Tushunarli, zo'r. Zo'r. Ajoyib. Hop, Telegramdagilar-chi. Tushunadi, rahmat. Yo, ma'lumotlarni men o'chirmayapman, Begzod ustoz o'chiryapti. So'zlarni o'chirmang, please. Biron joy saqlab oling. Lekin atamash skrinshotlarni ham tashlab beryapman-ku, faylni ichida. Bo'ldi, davom etamiz. Ajoyib, zo'r. Rahmat hammaga. Xo'p. Buni orada bizga ham gap tuzdiring. Bo'ldi, gap tuzdiraman hozir. Mana endi sizlarga keldi mana. Endi module C. Module C. Nima haqida bo'ladi? Interests and routines. Interests and routines. Bu nima o'zi interest ham routine? Interest tushunarli, qiziqishlar, routine nima? Kim aytadi? What is routine? You have any idea? What is routine? Daily routine deymiz, nima? Misol uchun kun tartibi, odatlar, tartib, kun tartibi, malades, zo'r.
Zoom вообще faol bo'lyapti. Telegram sal qaysi bugun kundalik tartib. Yaxshi. Kun tartibi hamma bilar ekan. Zo'r, ajoyib. Va kun tartibini aytishda ishlatamiz ekan o'rtoqlar. Hozir sizlarga 3 soniya vaqt beraman. Gap turishga. Hozir komment o'chirib turibman. Demak, in my free time o'zi bir necha xil yo'lda aytiladi o'rtoqlar. Bir necha xil yo'lda qaranglar. In my free time ket. Yo'q, yana nima desak bo'ladi? In my leisure time. In my leisure time. Hop. Yana nima desak bo'ladi? In my spare time. Spare time. Yana bormi yo bo'ldimi? Free time, leisure time, spare time. In my me time desangiz bo'ladi. Me time degani ham bor. Me time demak spare time ham juda yaxshi iboralar. Less common. Okay, qolganlari endi ko'p ishlatiladi bilasiz. Bo'sh vaqtni odat qilaman. So in my free time I tend to read blogs and watch tech reviews. Bundan keyin siz bo'sh vaqtingizda qiladigan ishlaringizni yozishingiz kerak bo'ladi, okay? Demak, bo'sh vaqtingizda qiladigan ishlar. Ya'ni qachonki siz off duty bo'lsangiz, off duty, on duty nima edi? Ya'ni ishlardan xoli bo'lganingizda. Off duty, on duty o'sha ish sharoitida bo'ladigan. Ana endi sizlarga 30 soniya vaqt beraman. Qani hamma o'zi nima qilishni yozsin. Men tekshirib beraman. Birinchi yozgan 30 kishiniki. Xo'p, yoqdim. Demak, Zoomda ham yoqdim. Telegramda o'zi yoniq. What is your daily routine? Yozamiz. I spend most of my time. Xo'p, yozingda qaysi free time, spare time boshlanchi boraladi. Yozyapsizmi? Zoomdagilar. Yoqdim. So, what do you do in your free time? Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Уже yozyapti yo'qlar. This in my spare time reading a book. Yo'q, ega kesim kelish kerak, moslashuv. Shabona Nusratullayev ega kesim misol uchun. In my free time I read books. This is to'g'ri bo'ladi. Unlike many people I read books bo'ladi or articles in my me time. Zo'r, ajoyib. Ulug'bek. Xo'p. In my free time nega my katarda? I tend to read books. Ya, qarangda. Tend ishlatmang free time ga. Chunki tendni istar-istamas holatda ishlatasiz. Misol uchun, free time siz uni yoqtirib bajarasiz-ku, unchalik ham mos tushmaydi bu joyga. Ya, moyilman degan ma'noni beradi-da bu. In my free time I'm read books. I read books bo'ladi. Shart emas bu yerda. Bahora Umarova. In my free time I like reading. In my free time I tend to play video games. Telegramga ham qaraylik, nima bo'lyapti? In my free time reading books. Xuddi shunday bo'lyapti, 3 ta nuqta. Ega kesim moslashuv yo'q sizda. In my free time I read books and watch TV deyishingiz kerak. I spend most of my time. Kulkada yozyapti. I spend me time going to the new places. Bo'ladi, going. Tushundingizmi? Spend something doing something bo'ladi-da. Yoki to do something. In my free time to read books. To read books emas. In my free time I read books bo'ladi o'rtoqlar. Hop, in my free time I tend birinchidan. I spend my free time with reading books. Please shut them as I spend my free time reading books or to read books. Okay, in my free time I always spend learning new vocabulary. Zo'r, ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endi ko'pchilik yozibdi. Nigina Iskandarova. In my free time learning and reading Quran. Yaxshi yozgansiz, faqat ega kesim moslashuvi yo'q sizda ham. In my free time I learn and read Quran desangiz yaxshiroq chiqadi. Hop, Asilbek, in my free spare time I enjoy reading
page turner, cover to cover. Of reading what? Reading books back to back or cover to cover. This is to'g'ri tushunadi. It always to go offline for a bit because get away from it all. Qandaydir bir jumla mana bu qolibdi. Ikkinchi qism. In my free time I read books. So, shoxsana. Prime and X degan. In my leisure time video editing I do video editing and play mobile games. This is to'g'ri bo'ladi. Mohina, in my me time I listen to music. Zo'r, ajoyib. Xo'p, endi qolganlar xafa bo'lmanglar, o'qimadi deb, chunki vaqtimiz yetmaydi. Yaxshi. Demak, ko'pchilikda qiladigan xatolik o'rtoqlar ega kesim subject and verb agreement qolib ketyapti. Mana qaranglar. In my free time I I play chess. Yokida I spend my spare time my free time zone. Up. I spend my spare time playing chess. Yokida I play chess to kill the time. This is bo'ladi. Endi bu jam mos tushmaydi, hobbiga просто vaqt o'tkazish uchun, vaqt chog'liq uchun degan ma'noni beradi-da, tushundingizmi? Hop, davom etamiz o'rtoqlar. Ajoyib. Zo'r. Rahmat Gulzada, to'g'risini aytibsiz. In my free time I am sleeping. Zo'r. I sleep bo'ladi. In my free time I read books bo'ladi because it helps me relax. Tursunoy, books. Bitta kitob o'qimaysiz. Bo'sh vaqtingizda har xil kitoblar o'qiysiz-da. Xo'p, davom etamiz o'rtoqlar. Interest routines. I'm keen on. Ga qiziqmoq biror narsaga. I'm interested in ga sinonim. Misol uchun I'm keen on learning languages. Demak, biror narsaga qiziqmoq. I am interested in. This is bo'ladi yokida keen on this is bo'ladi. Nima qo'ysangiz bundan keyin verb ing kelish kerak. Verb ing yokida nima? Noun kelish kerak. Quyidagicha misol uchun qarang. I am interested in learning new learning new languages. Yoki I keen on learning new languages. Tushundingizmi? Ana shunday qilasiz bo'ladi. Interested bilan sinonimda bu. Ana shunday. Hop. Hook ham sinonim. To'ppa-to'g'ri. Sal figurative meaningda. Xo'p, I'm really into ga qiziqaman. Berilib ketgan ma'nosida. I'm really into productivity apps. Men o'zi nima degani productivity apps? Kim biladi? Ana shuni so'raysiz sizdan. Juda ham zo'r so'z. O'zingiz eslab qoling. What is productivity app is? Productivity app nima? Uzunga ham yozay shuni. Avoda biladigan bo'lsa, samaradorlik. Yozsam shartimiz javob yozyapmiz. Undaglar vashshi faolligim bugun bomba. Xo'p, samaradorlik, samarali, zo'r. Xo'p, app nima unda? Ilova. Samaradorlik ilovasi yo'q-ku bizda. Qanaqa ilovalar ular? Qiziqarli programmalar yoki mahsuldorlik, Google Eats. Xo'p, qanaqa ilova? Misol keltira olasizmi? Xo'p, Telegramdagilar. Samarali mahsuldorlik. Xo'p, misol qanaqa ilova misol uchun? Masalan, mutolaa. Zo'r. ChatGPT. Hay. Zo'r. Ibrat Academy. Yaxshi. O'rtoqlar, asosan productivity apps degani nimada? Misol uchun
fitness ilovalari nomer 1. Bundan tashqari har xil o'sha sizga motivatsiya beradigan ilovalar bo'ladi-yu, aqlli gaplar bo'ladi. O'shalar kiradi. Keyin self development applar ham kiradi. Boyagi mutolaa deyishdi, nimadir yana kimlar uchundir ChatGPT va hokazo shunga o'xshagan narsalar, productivity apps, okay? Ya'ni sizga foyda beradigan, sizni o'stiradigan. Things I took up recently degan biror narsani boshlash, give up tashlashda esingizda bo'lsa, o'tilgan bu narsalar, demak. Take up boshlash, teskarisi nima bo'ladi buni? Give up tashlash. Ya'ni hobbies or interests. Biron bir qiziqishni boshlash yoki tashlash. Misol uchun, I recently took up martial arts. Yaqindagina nima qildim? Martial artsni boshladim. Martial arts demak qo'l jang san'ati, qo'l jang san'ati. Ruka pashne deydi, nima deydi? O'sha. Martial arts. Martial arts. Xo'p. Keyingisi unwind by demak, nima degani bu? Dam olish ma'nosida. Unwind, relax deydi-yu. Buni ham sinonimlari ko'p. Demak, I unwind o'rniga relax yokida rest yokida have a rest. Have a rest. Yokida mana shular asosan. Demak, dam olish. Dam olish. Hordiq chiqarish. Hordiq chiqarish. So the question for you guys, is how do you unwind? Ya'ni qanday hordiq chiqarasiz? Telegramda yozsin birinchi. Farq yo'q. Siz ham yozsangiz bo'ladi. I unwind by car. By car bo'lmaydi, by driving car bo'ladi. Siz mashinada hordiq chiqarmaysiz, mashinani haydab hordiq chiqarasiz. Güzel. Hop, Telegramdagilarda ham aniqlikni ko'rib ketaveramiz, kim yozsa. Hop, qanday hordiq chiqarasizlar? AdinXBet? Yo, u productivity appga kirmaydi AdinXBet. Bu parazit app. I unwind listening to music. To'liqroq yozing. I unwind asleep. Asleep bo'lmaydi? Sleeping, by sleeping. By bilan keladi-da. Shuni yozmayapmiz. Unwind by I unwind reading by reading a novel bo'ladi. Okay. I chill out going to a mountain with my friends. Yaxshi, asli faqat I chill out to go bo'ladi. I unwind by reading books. Zo'r. I have a rest sleeping. Nigin Iskandar. I have a rest in sleeping bo'ladi. I unwind by listening to music. Zo'r. Listening by bo'lish kerak. Dildora, I unwind listen o'sha by bo'lish kerak. I unwind by fighting with my friends. Ajoyib, unikal javob bo'ldi. Do'stlar bilan janjallashib dam olar ekan bu kishi. Hop, I unwind by watching movies. Zo'r javob. Unwind by watching films. Zo'r. Riding horse debdi Xolida. Ajoyib. Oh, interesting. I rest by watching podcast. Endi rest kelganda by ishlatmaysiz. I rest in watching podcasts. Okay, I unwind eating fresh fruits. By eating fresh fruit bo'ladi. Hilol. Go'zal. To achieve I am relaxing deng hech bo'lmasa. Nozima. I listen to different music. Ajoyib, zo'r. Oho. Valiyev Ibrohimjonni o'qiylikchi. I unwind reading. By qolib ketgan Ibrohimjon. By reading books bo'ladi-da. Stimulate.
is the best way to stimulate the brain by watching K-drama. Ajoyib sevinch. O'rinbayeva. I unwind da W bilan yoziladi. By my family. Endi qarang, I unwind by spending time with my family desa to'g'ri bo'ladi. Vaqtni oila a'zolarim bilan o'tkazib maza qilaman. Telegram. I unwind by watching karate movies. Karate movies bo'lmaydi, balkim action movies, action. Hop. I unwind by reading books. Zo'r. By reading religious books. Ajoyib. By playing with my children bo'ladi. Muhayyo. Ziyotova. Hop. Honestly, I unwind by sleeping. Rahmat, to'g'risini aytganingiz uchun rahmat, faqat by qo'yasiz. Hop, rahmat, hammaga davom etamiz. Vaqtimiz kam qolyapti. I'm not a big fan of, endi biron narsani siz unchalik ham yoqtirmaydigan bo'lsangiz, shuni aytsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Misol uchun, I'm not a big fan of crowds, but I don't mind small groups. Men gavjum joylarni yoqtirmayman. Big crowds, o'sha gavjum odam ko'p yig'iladigan joylar. Bizga ham tashlang. Yo, nimani tashlayman? Telegramga tashladim tepada. Bomdod 10 ta kammi, 15 taga 7 da bo'ladi, hali vaqt bor. Hop, ertaroq boshlaymiz bo'lmasa. Hop, keyingisi module D, personality and strength, ya'ni kuchli taraflarimizda yoki-da o'sha shaxsiy xislatlarimizni aytishga o'rganamiz ekan. Module D. Module D. Module D da biz nimani o'rganamiz? Personality and strength. Strength ya'ni o'sha kuchli taraf. Personality shaxsiyat. O'shalarni tasvirlashga ishlatamiz. Misol uchun, o'zingizni tasvirlash sizdan so'ralgan. I would describe myself as, for example, I would describe myself as a hardworking teacher. O'zimni juda ham qattiq ishlaydigan o'qituvchi tasvirlash mumkin. Yoki-da biron bir sifat qo'yishingiz mumkin. I would describe myself as clever. Calm and determined deyapti. Ya'ni o'zimni xotirjam va qat'iyatli deb tasvirlayman. Endi siz o'zingiz qo'yasiz, bu yoqqa sifat qo'ysangiz ham bo'ladi, tushundingizmi? Sifat qo'ysangiz ham bo'ladi. Qani qo'yamiz comment sectionga. Bu yoqqa rasm testi bo'larmikan? Ko'raylikchi. Okay. I would describe myself as deb turib davom ettirishingiz kerak. Uzundagilar. Hop, Telegram. Telegram tashladim, nega chiqmadi hali? Ha, endi. Telegramga tashlamadim. Boshqa joyga tashlab qo'yibman. Uzr. Aytdim, nimagimda bo'lyapti sen? I will describe myself. Javoblarni yozib qoldirib, men o'qib beraman keyin. To'g'ri. Myself as timid, zo'r. I describe clever as qolib ketyapti-da. Ermatov. As smart, zo'r. Ustoz darsi boshlanib tugaydimi? Ha, 5:30 da boshlanadi. Paydi 6:30 da tugashi kerak, endi biroz cho'ziladi. Mavzuning katta kichikligiga qarab, bugun biroz kattaroq mavzu bo'lgani uchun biroz cho'ziladi o'rtoqlar. Myself as clever. Myself qo'shib yoziladi-da, Shabona. As clever study. Study shart emas, as clever. Okay? Xo'p, davom etamiz. I'm quite rather pretty. Anchayin biroz ancha degan ma'noda. Undan keyin siz baribir sifat qo'yasiz. Adjective keladi. Juda ham zo'r so'z. Ya'ni bu o'sha sifatni ham darajasini ko'rsatadi. Misol uchun, I'm quite lazy. Biroz dangasaman. I'm lazy, this is просто bold statement. Men dangasaman bo'ldi. I'm quite lazy, this is muloyimroq yetkazishda. Biroz dangasaman-da this. Keyingisi, one strength of mine. Meni bitta kuchli tomonim shundaki, one strength of mine is that I can speak freely in public. Men omma oldida gapira olaman. Telegramdagilarni o'qib qo'yamiz. I describe myself calm. Ajoyib.
Videoda farq. Marjon, I describe myself as angry teacher. Angry, as an angry bo'ladi. Artga qolib ketibdi. I describe myself as nervous. Oho. Describe myself as clever and strong. As clever and as strong boy. This is to'g'ri bo'ladi. I describe myself as patient. Zo'r. Ajoyib. Myself as patient. As a hardworking teacher bo'ladi. I describe myself as polite and patient. Zo'r. Myself as polite. As a polite human. Human shart emas. As polite. Myself as smart. Zo'r. Oops. Saidali va Gulnozani ko'p. I describe myself as polite. Zo'r. Xo'p, davom etamiz. And I'm good at tend to be more. Ular ko'rib qo'yasiz o'rtoqlar, vaqtimiz kam qolyapti. Qisqaroq qilamiz. Oxirgi modul siz bilan bugun ko'radigan hal mavzu bor, lekin modulda oxirgisi bor. Goals and future plans, ya'ni maqsadlar va kelajakdagi rejalar haqida gaplashishni o'rganamiz. Maqsadlar ikki xil bo'ladi o'rtoqlar. Short term hamda long term, long run deyiladi. Ya'ni qisqa muddatda reja qilgan maqsadlaringizga shu haftaning oxirigacha, shu oyda, shu yil ichida maqsad qilasiz. Endi long term bo'lsa 5 yil ichida, 10 yil ichida o'sha maqsadlar. Short term and long term. So, what are your short term goals? Maqsadlaringiz qanday? Yozib oringlar. Men o'qib chiqaman o'rtoqlar, erimasdan. Mana Zoom programma yaxshi tomoni hamma yozgan kommentlaringiz qolar ekan. Keyin men buni o'qib chiqaman. My short-term goal is to take CFR B2 level at least, yes? Qolganlar ham yozsin. Ungacha biz davom etib turamiz. Yozib turaverasizlar. Xo'p, in the long run, uzoq muddatda qiladigan ishlaringizni yozasiz. Mana yozyapti. My short-term goal is to reach B2 level and speak confidently in exams. Menimcha ko'pchilikda orzusi bo'lsa kerak, maqsadagi orzu endi. Qisqa muddatli maqsadim B2 ga chiqib, imtihonda ishonchli gapirish. Zo'r. In the long run, I would like to work in an international team. Uzoq muddatda xalqaro jamoada ishlashni xohlayman. International team. In the short term, I will pass CFR exam. Yaxshi. Ajoyib. Keyingi, I am aiming. Maqsad qilyapman. O'rniga planning qo'yishingiz bo'ladi, tagida ham turibdi o'zi sinonimlarda. I am aiming, I am planning. Hokazo. I am aiming to improve my speaking fluency this month. Demak, men bu oy gapirish ravonligimni oshirishni maqsad qilyapman. Bunaqa kichkina maqsad qo'ying o'rtoqlar o'zingiz uchun. Speakingni misol uchun men zamonlarda xato qilmaslikni maqsad qilyapman deb qanday aytamiz? Men ingliz tilida zamonlarda xato qilmaslikni maqsad qilyapman. Mana shu gapni yozamiz. Telegramda yoki Zoomda eshitayotgan bo'lsangiz. Men zamonlarda xato qilmaslikni maqsad qilyapman yoki reja qilyapman. Test concept? Yo'q. Ajoyib-ku. Zo'r. Yozyapsizlarmi? Aytgan narsani. My vocabulary and get the highest score in exam. Speaking English. Zo'r. Yaxshi. Another country. In order to study international university. Zo'r. To study at an international level. Okay, so what I'm working on right now is men hozir ishlayotgan narsam, ya'ni ish olib borayotgan narsa. O'sha aytishda ishlatasan. So, what I'm working on right now is speaking naturally without pauses. Hozir ishlayotgan narsam pauzasiz tabiiy gapirish. Demak, modullar tugadi, o'rtoqlar. Modullarni ko'rib qo'yasiz, tashlab beriladi sizga. Demak, A dan
i'gacha bo'lgan modullar siz bilan ko'rildi. Buni ichida personality, goals, present state, future state, yana nimalardir bor edi. Ko'rib olasiz, okay? Hammasini tasvirlashdi, occupation'da aytishdi. Xo'p, ana endi ancha oson mavzular qoldi. Shunchaki adds on, ya'ni qo'shimchalar qo'shish. Ya'ni nutqingiz o'zi chiroyli, yanada chiroyli qilish uchun. Endi B1 darajadagi bular ham yomon emas o'rtoqlar. B1 mana o'rinda ishlatsangiz, mana B2 ni ham beradi. To be honest, rostini aytsam, biron bir fikrda aytayotganingiz o'zizga qarshi fikrda. Misol uchun, do you get up early or late degan savol berildi imtihonda kirganlarga. O'sha yerga javob berayotganingizda siz kech turasiz, lekin bu qanday uyatli holat. O'shunday holatda ishlatasiz. To be honest, I get up late. Rostini aytadigan bo'lsam, men kech turaman. Shunday holatda, misol uchun, do you get up early or late degan savol berildi. Well, to be honest, I wake up late since I stay up late usually. Since I usually kech uxlayman. O'zi kech uxlayman degan ma'noda ishlatiladi ekan. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, keyingisi actually aslida, endi biron bir fikrda aytdingiz, lekin o'shani haqiqatini aytmoqchi bo'lsangiz, shuni ishlatasiz. Misol uchun, do you get up early or late? I get up early, but actually I tend to get up late. Shunday holatda ishlatadi. It depends degani biron narsaga bog'liq. Misol uchun, xuddi shu savol. Do you get up late or early desangiz, misol uchun, o'shani ishlatishda qanday bo'ladi? It depends on when I go to sleep. Qachon uyquga borishimga, ya'ni qachon uxlagan yotishimga bog'liq. If I sleep early, I can get up early too. Shuni holatda ishlatasiz. Xo'p, davom etamiz. Endi B2 lik boosterlarni ko'rib chiqamiz. Endi bu qo'shimchalar o'rtoqlar. Bu aynan mana shu so'zni ishlasangiz sizning darajangiz B2 bo'lib qoladi deb tushunib qolmang. Bu qo'shimcha. Bundan keyin siz fikr aytishingiz kerak biron bir jo'yali. Bu kirish so'zlar shunchaki. General speaking, ya'ni nima degani general speaking? Umuman olganda degani, umuman qilib aytganda, I enjoy teamwork. One thing I'm proud of, ya'ni faxrlanadigan narsam shuki, whereas I used to, ya'ni bu qarshi fikr berayotganingiz o'ziga o'zi. Misol uchun, whereas I used to get up late, but now I get up early. Garchi ilgari kech turgan bo'lsam-da, hozir erta turaman ma'nosida. Xo'p, ana endi C1 lik boosterlar ko'rib chiqamiz. By way of background, ya'ni qisqacha aytadigan bo'lsam ma'nosida ishlatiladi. For short. By way of background, I changed my field from business to IT. Qisqacha aytsam, yo'nalishimni biznesdan ITga o'zgartirdim. O'rtoqlar, buni siz qachon ishlatasiz? Qachonki biron bir sizdan fikr so'ralganda va o'shani qisqaroq qilib yetkazmoqchi bo'lganingizda aytasiz. Misol uchun, mana savol berilsa, how did you manage to get to the university? Ya'ni universitetga kirishga qanday uddaladingiz desa, by way of background, I spent 6 whole months to prepare for the entry exams. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, kirish imtihoniga tayyorlanish uchun 6 oy vaqt sarfladim to'liq uzilib kelsin. Okay, in terms of jihatdan biron narsani, in terms of communication, I'm more direct in writing. Muloqot jihatdan yozishda to'g'ridan-to'g'ri. Ya'ni nima deydi?
fikrimni yaxshi ifoda etaman demoqchi bu yoqda. What sets me apart? Ya'ni meni boshqalardan ajratib turadigan narsa. Boshqalardan ajratib turadigan narsa. Misol uchun, what sets me apart is I am hardworking teacher. Men boshqalardan ajratadigan narsa, men hardworkingman. Ya'ni qattiq ishlayman demoqchi. That said, ya'ni shunga qaramay. What sets me apart is that that said I'm still working on my vocabulary range. Shunga qaramay, lug'at boyligim ustida hali ham ishlayman. Bu ham juda ham zo'r so'z, speakingda tabiiy chiqadi nutqingiz ancha. Keyingisi I am particularly drawn to, men ayniqsa ga qiziqaman. Bu tepada bor edi esingizda bo'lsa, I'm curious about, I'm keen on, I'm interested in, o'shalarni sinonimi bu ham. O'sha tepaga yozib qo'yamiz, okay? Misol uchun, I am particularly drawn to topics like psychology and technology. Men ayniqsa psixologiya va texnologiya kabi mavzularga qiziqaman. Siz buni o'zgartirayotganingizda o'sha psixologiya va psixologiyani o'rniga, texnologiyani o'rniga boshqa bir so'zni qo'yishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar, okay? Well, to be honest, I wake up early since I usually stay o'clock. Stay awake for 5 hours esa to'g'ri bo'lar oligarx. Xo'p, vaqtimiz ham bo'lib qoldi, lekin mavzularimiz hali tugamagandi. Ana endi template, ya'ni shablonlar qoldi. O'sha siz yaxshi ko'rasiz-ku, ustoz shablon bering speakingda gapirishga deysiz. O'sha shablonlarni o'rganib chiqamiz. Misol uchun, part 1 bilasiz, 1-3 savollari sizga 15, 20, 30 daqiqa soniya vaqt beriladi. Qanday javob berasiz? Uzoqdan olib kelmang. Uzoqdan olib kelmang, chunki vaqt o'zi 30 soniya ulgurmay qolasiz. Javobni ayting sirazi, direct answer, keyin reason bering, keyin example bering. Tushundingizmi? Misol uchun, I'm based in Tashkent. I study economics, so I am usually busy, but I still make time for podcasts. Shunaqa savol berilsa, what is your hobby yoki what do you do in your free time desa, I'm based in Tashkent. I study economics, so I'm usually busy deyapti. Ko'ryapsizmi? I still make time for podcasts. Make time degan vaqt topaman podcastlarga. Endi part 1-2 follow up, ya'ni 5-6 savol bilasizmi? 4, 5, 6 to'g'ri. Contrast qilayotganingizda, contrast linkerlar bilan. Misol uchun, I prefer texting because it's faster. However, for serious issues, I call especially at work. Ya'ni rasm beriladi bilasizmi? Misol uchun, texting, telefonda gaplashayotgan. Qaysi bir narsani ko'rasiz deganda, o'shani ishlasangiz bo'ladi. Endi part 2 da ham ishlasangiz bo'ladi, strukturalar demak, background tasvirlayotgan, background, present hamda goalni aytayotganingiz. Misol uchun, by way of background, I started learning English to study abroad. These days, I am focusing on speaking fluently. Menda xatoga yo'l qo'yibman. Rekord qilmabman o'rtoqlar Telegramda, afsuski. Start recording bosh esdan chiqdi. Va orada o'chirdik-ku, o'shanda esdan chiqdi-da. Eslatmadim. Sizlar ham eslatmadilar. Muammosi yo'q. Zoomda recordingni tashlab qo'yaman, faqat biroz kattaroq recording bo'ladi-da. Kompress qilamizmi? Ko'ramiz. Keyingisi for and against topiklarni ko'rib chiqasiz. Common mistake'lar o'zi ko'rib olasiz o'rtoqlar. Qanaqa common mistake'ga yo'l qo'yasiz? Misol uchun, ko'pchilik qiladigan narsa I am study, ya'ni am qo'yib qo'yadi kerak emas joyiga. Yoki ing tashlab ketadi. I work like a teacher deb qo'yadi, ya'ni as the like uni ishlatib qo'yadi. Bu xato. Responsible for the of qo'yadi. Interested in am qo'yib ketadi bu yoqda. I have 20 years. Have emas am bo'ladi. Mana shularni bu endi ko'pchilik qiladigan xatoliklarni kuzatib, o'shalarni yozdim o'rtoqlar. Aslida ko'proq bu, qisqaroq qilib yozdim, iloji boricha. Endi bu yoqda namunalar berilgan. 10 ta savol berilgan. O'sha savolga o'zim namuna yozganman, cho'tki qilib va bugungi o'rgangan so'zlarimiz qo'shganman. Siz yaxshilab o'qib chiqasiz buni, yaxshilab o'rganasiz. Keyin sizga uyga vazifa bo'ladi. Bu yoqga yo yozing yoki og'zaki gapirib topshiring. Ichib yuboriladi ustozlaringizga. O'zingiz. Kimdir yozdim shunda. Barcha reaksiya bosmaydi deysizlar. Reaksiyani o'chirib qo'yamiz, muammosi yo'q. Reaction'ni o'chiramiz. Xo'p, yozma yoki og'zaki javob berishingiz kerak mana shu savollarga yuqorida men o'rgatgan nimalardan foydalangan holda. Bu siz birinchi uyga vazifangiz bo'ladi. Ikkinchi uyga vazifangiz mana bu.
Hmm. Hop. Mana bu so'zlarni o'sha mavzu doirasida o'rganib chiqasizda, keyin mana test ishlaysiz. Bu yerda bir 15 tami 20 ta test bor. Bu narigi saytda joylagan testimdan boshqacha test. Farqli. Yana o'sha gap fill bor ekan. Bo'sh joylarga so'zlar qo'yasiz, bu ham test. Keyin bu yoqda gap berilgan o'sha gaplarni qaytadan yozasiz. Kerakli so'zlarni qo'yib. Biz o'rgandik-ku, ya'ni natchani o'zi berib qo'ygan. Shular foydalanib qaytadan yozasiz. Plus bundan tashqari saytga kirasizda, Exotacani multilevel saytiga kirib, endi yog'ni bilasiz-ku, nima qilishni har doim qilayotgan ishingiz. So, saytga kiramiz. Kirganingizda mana bu burchakda nima bor? Har darsda aytyapmiz, baribir shunda ham kira olmayotganlar bo'lishi mumkin-da. Pastga tushirsangiz, pastda mana grammatika, flashkard degan narsalar bor. Yaxshi. Siz grammatikaga kirmaysiz bugun, chunki vocabulary. Bir kun vocabulary, bir kun grammatika o'tyapmiz. Siz vocabularyga kirasiz. Prям vocabularydan va flashkardlardan bugungi o'rgangan mavzularimiz bor-a? O'shalarni birinchi flashkard ishlang. Flashkarddan personal intro. Bu yoqda qo'shimchasiga 100 ta flashkard tayyorlab qo'yganmiz siz uchun. Mana hozir o'tdik. I'm responsible degani nima degani shu? Hozirgina o'tdik. Flashkardlarni ko'rib chiqasiz erinmasdan o'rtoqlar. Keyin vocabularydan test ishlaysiz. Aynan mana bu personal intro degan testni. Vocabulary testni ishlaysiz. Introga kiramiz. Va kerakli nimani qilishingiz kerak bo'ladi. I handle customer requests. O'zi o'tadi, vaqtga qo'yilgan. Unwind boy ko'rdik. By nima kelardi undan keyin? Topasiz xullas. INGmi yoki gerundmi? Xo'p. Savollar o'rtoqlar. Savollar. Telegramda ham hozir chatda ham uni yoqaman. Savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Reaksiyalarni ham yoqib qo'yaman. O'zi chatda yoniq ekan. Reaksiyalarni yoqib qo'ying. Reactions. Bo'ldi, reaksiyalarni yoqdim. Endi bosavering. Qanday fikrlaringiz bo'lsa, bo'ldi, PDF tashlab qo'yaman hozir. Ikkala PDF ni tashlayman. Xo'p, savol Telegramda. Saytni linki bo'lsa tashlab bering ustoz. Bo'ldi, hozir tashlaymiz mana. Faqat o'sha Chrome'da kirasiz. Shunchaki ustiga bosib Telegramni o'zida kirib ketmaydi. Birinchi copy qilib olingda mana. Keyin Chrome'ga o'tib, Chrome'da kirganingiz yaxshiroq. Ustoz o'chib ketdi. Rahmat sizga, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Hop, Telegramda link tashlang. Tashladim. Kechagi darslarni rekording tashladim. Kechagi darslarni rekording tashlangan. Katta guruhga kiring M47 ga. Yoki menga yozib oling, qo'shib qo'ying rekordni ham tashlang. Tashlayman rekordni ham. Ustoz kechagi darslarni bugungi darslarni PDFlar tashlab qo'ying. Kechagi darslarning PDFlari tashlangan. Katta guruhga M47 ga kiringda. Xo'p, sizga ham rahmat, Fariza Baratova. Xo'p. Hammaga rahmat. 10 daqiqa vaqtimiz qoldi. O'rtoqlar ulgurishimiz kerak. Iltimos uyingiz bilan ketma-ket yozib qo'ying Telegramga. Yozib qo'yapman, o'chirib yuboryapti-da. O'zi qaytadan yozyapti katta guruhga. Forward o'chirib qo'yibdi. Xo'p, hammaga rahmat. Yangi Zoom platforma yoqdi deb o'ylayman. Chunki bunda YouTube'ga stream qilsak ham bo'ladi. Keyingi darslarda stream qilamiz. YouTube'dan ko'raverasiz. Shunda hech kim o'chira olmaydi. Albatta, ayni o'rniga, mayni o'rniga boshqa almashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Yoqdi 5. Agar student bo'lsak, work as at gapni aytmaymizmi? Studyingni qo'yasiz o'rniga.
5 sal ertami deymanda. Hech qayerda ishlamayotgan bo'lsa-chi. Jobless deb yozasiz. Hech qayerda ishlamayotgan bo'lsa jobless. Ishsiz. Yokida unoccupied. Yokida unemployed. Hop, gaz o'zgarmaydi. Tashakkurlar. Gap mazmuni o'zgarmaydi. Nimani nazarda tutyapsiz, Madina? Ishlayotgan gaplar. Mazmun o'zgaradi. Mazmun emas, o'sha egasi o'zgaradi xolos. Xo'p, hammaga rahmat. Yakunlaymiz endi. Stop recording.